Assalomu alaykum obunachilarim. Yaxshimisizlar? Qanaqasizlar? Men bugun bilasizlarmi nima qilmoqchiman? Qizil lovligilar hozir yangi chiqqan-ku. Shuni bagidan tokka uramiz-ku. Mana shunaqa qilib o'raganmisizlar sizlar ham? Rosa yaxshi ko'raman shuni. Shunaqa nежный chiqadi, tokka bagidan ham nежный chiqadi. Ham mazzaliymish. Ham mazzali, ham foydali rosa. Hamma narsani svejisi yaxshi-da. Buni bitta qaynagan suvga tiqib olaman-da, keyin o'zimizani обычный shu tok o'ragandek qilib, ichiga qiymasini o'rayman, dimlayman. Rosa mazzali chiqadi. Qilganmisizlar sizlar ham? Qilganlar kommentariyaga yozinglar, qilmaganlar qilib ko'ring. Dimlaymiz. Mana ozginasiga tok o'radim. Ozginasiga lovlagi barga. Endi buni ustiga buni yopib, qopqog'ini yopamiz. Bir 40 minutga damlab qo'yaman. Ovqatimiz pishdi. Mana bu to'q rangligi qizil lovlagini bargi. Bunisi tokniki. Endi yangi chiqqan narsani boshqa-da mazasi. Qani hozir bunikini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni bayi og'izda eriydi qizil lovlaginiki. Gap yo'q. Qilinglar. Faqat hamma narsa svежий tok bayi ham, bu ham butun vitaminlarga boy. Kelinglar qadrdonlarim.